Yuqori Darxon Do'stlik ko'cha. 1.8 sotuvli kottejlarimiz sotuvga chiqdi. Ko'chalarimizda arzonlarni ko'rsatamiz. Ko'chalarimiz keng. Arintiramiz. Kia avtosaloni orqasidagi ko'cha. Hovlilarimizni arzon ko'rsatamiz. Erimizda sanuzelimiz, letniy kuxnya, hovlimiz. Mayda chuyda shtravertinga ishlarimiz qolgan hozir. Uyimizning ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizda mana katta hol kutib oladi. Bu yoqda kuxnyamiz. Ikkinchi etajga chiqadigan zinamiz. Podvalimiz 50%. Binoyimiz 50% podval. Bu yoqda bitta yotoqxona. Birinchi etaj sanuzel. Eshikdan to'g'ri kirganimizda zalimiz. Havo olish uchun orqadan eshik tashab ketilgan. Ikkinchi etajimizda arzonlarni ko'rsatamiz. Ikkinchi etajga chiqib kelganimizda umumiy 4 ta xonamiz. Hammasi yotoqxona. Bu xonamizda ichida o'zimiz sanuzellari bilan. Ikkinchi etaj sanuzelimiz. Xonamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $175,000.